Assalomu alaykum Xormay aka. Aka, men ham sartarosh bo'lmoqchiman, shunga yordam bering. Bo'ldi, lekin qasamyod qilish kerak sartarosh bo'lish uchun. Sartaroshga ham qasamyod menda aka. Endi iloji yo'q. Sartaroshlar qasamyodi. Men oddiy fuqaro G'ayrat Mahmudov sartaroshlar safiga kirar ekanman. Klient kelib, aka soch olish nech pul bo'ladi desa, ko'nglingizni chiqarib beraverasiz deb turib, 30 ming bersa, aka yana 20 ming qo'shib berasiz demaslikka. Umuman odamim yo'q bo'lsa ham klient kelib, aka sochimni olib qo'yaverasizmi desa, ikkita odamim bor edi. Shular kelmasa olib qo'yaveraman demaslikka. Mahallani boshida sartaroshlikda o'rganib turib, Toshkentdan o'rganib kelganman deb klientlarga poppillamaslikka. Qimmat shampun ichiga arzon shampunni quyib qo'ymaslikka. Birinchi marta kelgan klientini sochini holati zo'r bo'lsa ham, aka oldin sochingizni qaysi sartarosh olgan, buzib qo'ygan ekan deb o'zini obro'sini ko'tarmaslikka. 1-2 yildan keyin kuchayib ketib, shogirdlar olgandan keyin klientlar kelganda, shogirdlarga borini klientlarni boshini yuvib tur, men o'zim abid qilib olaman deb bemalol abid qilib o'tirmaslikka. Eng zo'r klientim sizsiz deb hamma klientga bu gapni aytmaslikka. 5 minutda bo'ladigan sochda 1 soat olib narx ko'tarmaslikka. Klientning sochini buzib qo'yib, aka o'zi mana stil moda bo'lyapti deb kiydirib yubormaslikka. Yana 2-3 marta kelsangiz, sochingizni zo'r formaga tushirib qo'yaman deb ana odamni bir umrlikka klient qilib olmaslikka va boshqa klientlarning oldida likka qilmaslikka tantanali ravishda qasamyod qilaman. Bo'ldimi aka? Ha, bo'ldi. Endi sartaroshlik qilaveramanmi? Ha, bemalol sartaroshlik qilaverasiz. Ha, bo'ldi. Sochni qayerda oldirgansiz? Buzib qo'y.